أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-İmran Suresi 5. Nahayeti şefkatlik, tolumu mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Şübihisiz ki, iman etqandan keyin kafir bolgan ve şu kafirliqini hayotining oxiriga qadar davomlashtirganlarning sakratda qilgan tavbasi hargiz qabul qilinmaydi. Ana shular to'g'ri yo'ldan ezib ketgan ve hayatını xatolik ustiga qurganlardir. Şübihisiz ki, Muhammed aleyhisselamның payg'ambarligini inkar qilib, Allohga ve uning payg'ambariga tangan holda kafir beti o'lganlar qiyomat kuni o'zini Allohning azobidan saqlab qilish uchun yer yuzi to'lg'idek oltin fidya bergan taqdirdami, bu fidya ularning hech biridan qabul qilinmaydi. Ani shularga qattiq azob bor. Ularni Allohning azobidan qutqizadigan hech bir madadkor chiqmaydi. Sizlar yaxshi ko'radigan narsalarni sadiqa qilmoqchi jannatga kirolmaysizlar. Mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, qandaqli bir narsani sadiqa qilsanglar, Alloh uni bilib turg'uchidir. Har bir sadiqa qilguvchiga amaliga qarab mukofot berguchidir. Tavrat tushishdan ilgari Yaqub alayhissalom kasallik sababidan o'ziga harom qilib olgan yemakliklardan boshqa pok yemakliklarning hammasi Yaqub alayhissalomning o'g'illariga halol edi. Tavrat nazil qilingandan keyin İsrail avlodining yo'lsizligi va kufrligi tufaylidan Alloh ilgari halol qilingan ba'zi yemakliklarni ularga harom qilib etdi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, agar sizlar Yaqub o'ziga harom qilib etgan yemakliklarning haromligi to'g'riliq Alloh oyat nazil qilgan degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani Tavratni ipkib o'qib beqinglar. Shunday qilsanglar, Tavrat berilishdan ilgari Allohning İsrail avlodiga Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilib olgan yemakliklardan boshqa hech narsani harom qilmaganligi haqidagi Qur'on oyatlarining naqadar rost ekanligini bilib olasizlar. Kimki Tavratni o'qib, o'ziga haqiqat oydinlashgandan keyin Allohning nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, mundaqlar Allohga tuhmat chaplab, o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, Alloh bergan barliq xabarlarda va nozil qilgan shariatida rost aytdi. Agar sizlar rostli İbrahim alayhissalomning diniga mansub bo'lsanglar va uni yaxshi ko'rsanglar, İbrahim alayhissalomning Muhammad alayhissalomga kelgan islom dinida o'z ifodasini topgan haq diniga ergishinglar. Chunki uning haqdan ekanligida qilchi shak yo'qdir. İbrahim alayhissalom aqidasidami, ibodatlardami Allohga sherik keltirguchilardan emas edi. Shaksizki Allohga ibodat qilish uchun yer yuzida tunji silingan uyi Makkadagi Masjidi Haramdir. Bu uy nihoyat barakatli bo'lib, uningda qilingan ibodatlarga hassalab savob beriladi. Uningga Allohning rahmati, barakati yig'ib turadi. Namozda uningga yuzlanishda, haj va umr ibodatlarini shu joyda ado qilishda barliq insonlarga barakat va hidoyat bor. Bu uyda Ka'bani İbrahim alayhissalom bino qilganligiga ve Mescid-i Haramni Allah'ның nihayeti ulug' ve şerefli qilganligiga doir ochiq alomatlar borki, maqomi İbrahim, ya'ni İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoil alayhissalom bilan billa Ka'bani bino qilganda ustiga dastlab turgan tosh shularning biridir. Mescid-i Haramga kirgan odam xotirjamlikka erishadi. Uningga hech kim yomonlik qilinmaydi. Qodir bo'la olgan kishilarga Alloh Mescid-i Haramga kelib haj qilishni farz qildi. Kimki haj farzini inkar qiladi ekan, u kofir bo'ladi. Mundaq kishiga Allohning hojati yo'q. Alloh uning va barliq insonlarning hajjiga va amal ibodatlariga asla muhtoj emas. Ey payg'ambar, Yahudilar va xristianlardan iborat ahli kitobga aytqinki, sizlar nima uchun Allohning dini islom dini ekanligini isbotlaydigan dalil isbotlarni va kitobinglardagi buni kuchlantiradigan pokitlarni bilib turib inkor qilasizlar? Allah sizlarning qilmishinglarga guvohdir. Ey payg'ambar, Yahudilar bilan xristianlarga aytqinki, sizlar men da'vat qilayotgan islom dinining haq ekanligini bilib turib, nima uchun Allohning dinini agir ko'rsatishga urinib, u dinga kirmoqchi bo'lgan kishilarni uningdan to'ssizlar? Unutmanglarki, Alloh sizlarning qilmishinglardan hargiz g'ofil emas. Alloh sizlarni bu qilmishinglar tufaylidan cho'qim jazolaydi. Ey Allohga ve uning payg'ambariga iymon etgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Agar sizlar Yahudilar bilan xristianlar orasidagi bir turkum kishilarga itoat qilsanglar, ular sizlarni ozdirib yetadi. Dininglar haqida sizlarni shak shubhaga tushirib, sizlar iymon etgandan keyin kofirlikka qaytarib yetadi. Shunga sizlar ularga ishonmanglar. Ularning so'zini tingshimanglar
va hech bir taklifini qabul qilmanglar. Ey mu'minlar, sizlarga Allohning oyatlari o'qib berilyapsa va Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalom oranglarda turib dinni yetkazibsa, sizlar qandoq mukofir bo'lib ketsizlar? Kimki Allohga tayinib Qur'on bilan sunnatga ching esiladigan bu ochiq to'g'ri yo'lga va haq dinga yetaklangan bo'ladi. Ey Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Allohga haqiqiy ravishda taqvolik qilinglar. Allohga haqiqiy ravishda taqvodorlik qilinglar. Bu Allohga osiylik qilmay itoat qilish, tuzkurlik qilmay shukr qilish va uni unutmay yod etish bilan bo'ladi. Allohning dargohiga iymoninglar bilan berishinglar uchun hayotinglarning oxiriga qadar islomda mahkam turinglar. Hammanglar Allohning kitobiga va payg'ambaringlarning yo'liga mahkam esilinglar. Bo'linib ketishinglarga sabab bo'ladigan ishlarni qilmanglar. Allohning sizlarga bergan katta ne'matini esinglarda tutinglar. Ey mu'minlar, islomdan ilgirgi chaqlarda sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni Allohga va uning payg'ambariga bo'lgan muhabbat bilan birlashtirdi. Dilinglarga bir-biringlarning muhabbatini soldi. Shuning bilan sizlar Allohning fazli karami soyasida o'zaro bir-biringlarni yaxshi ko'radigan qarindosh bo'ldinglar. Sizlar dozoq cho'nqurining girvikida, ya'ni kufr ichida edinglar. Alloh sizlarni islomga hidoyat qilib, sizlarni dozoqdan qutqizdi. Alloh sizlarga haqiqiy iymonning qandoq bo'ladiganligini bayon qilib bergandek, hidoyat tepishinglar va hech ezib ketmay to'g'ri yo'lda mengishni davomlashtirishinglar uchun sizlarga kerakli bo'lgan ishlarni bayon qilib beradi. Ey mu'minlar, sizlarning oranglarda kishilarni xayrli ishlarga da'vat qiladigan, shariat va aql chaqiradigan yaxshi ishlarga buyurib, shariatda cheklangan yomon ishlardan to'sadigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular nozu ne'matli jannatga erishguchilardir. Ey mu'minlar, sizlar o'zlariga haqiqatning ochiq dalillari kelgandan keyin orasida adovat, dushmanlik yuz berganlikdan farqlarga, guruhlarga bo'linib, dinning usulida ixtiloflashgan yahudiylar bilan xristianlardek bo'lmanglar. Ana shular eng qattiq va eng cho'ng azobga tegishli bo'ladi. Qiyomat kuni Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirib, islom shariatiga amal qilgan saodatmand kishilarning yuzi oqarib va porlab ketadi. Allohning payg'ambarini inkor qilgan va uning amriga osiylik qilgan baxtsizlarning yuzi qordab ketadi. Yuzi qordab ketganlarga qoyib, sizlar iymon etganinglardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Kofirlikni iymon etishdan afzal ko'rdinglarmi? Kofir bo'lganliginglar uchun qattiq azobni tetinglar deyiladi. Ne'matlanganlikdan, anglagan xush xabarning shodligidan yuzi oqarib ketganlarga kelsak, ular jannatda va ne'mat ichida bo'ladi. Ular jannatda mangu turadi, hargiz chiqarilmaydi. Ey payg'ambar, bular Allohning ro'shan oyatlari va kaskin dalil isbotlari bo'lib, bularni biz sana haqiqati bilan o'qib beryapmiz. Alloh bandalaridan hech kimga uvol qilishni xohlamaydi. Hech kimning yaxshi amalini kemaytib etmaydi va hech kimning gunohini ko'paytib etmaydi. Chunki Alloh adolatli podshoh bo'lib, hargiz uvol qilmaydi. Osmonlardagi va zimindagi barcha mavjudot yolg'iz Allohning mulkidir. Alloh ularni o'zi yolg'iz idora qiladi. Barliq maxluqotning qaytadigan yeri Allohning dargohi bo'lib, Alloh ularga amaliga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Ey Muhammad alayhisalomning ummati, sizlar insonlarning manfaati uchun o'ttirga chiqarilgan, kishilarni shariat va aql nazaridagi yaxshi ishlarga buyurib, shariat va aql nazaridagi yomon ishlardan to'sadigan, Allohga chin iymon etib, uni amalda ko'rsatadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar yahudiylar va xristianlardan iborat ahli kitobmi sizlar iymon etgandek Muhammad alayhisalomga va o'zlariga Allohdan kelgan haqiqatlarga iymon etgan bo'lsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida Muhammad alayhisalomga kelgan islom diniga iymon etib, uningga amal qiladiganlarmi bor. Ammo ular osondagi kishilar bo'lib, ularning to'lisi Allohning dinidan chatnab ketgan, Allohga itoat qilishdan bosh tortgan fosiqlardir. U fosiqlar kufr so'zlarni qilib, sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Ular sizlar bilan urushsa yengilib ketadi va sizlarga orqasini qilib tikib etadi. Uningdan keyin ular sizlarga hargiz teng kelanmaydi. Alloh yahudiylarga xorliq va zabullikni putib etgan bo'lib, ular qayerda bo'lsin hamisha xorliqqa mahkumdir.
Faqat ularning ichidagi Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlari buningdan mustasno. Ular islom qonuniga bo'ysundirilganligi uchun ularning dini va mol-mulki musulmonlar tarafidan qo'g'diladi. Yahudilar umuman Allohning g'azabiga uchirgan, Alloh tarafidan xorliqqa mahkum qilingan bo'lib, ular iymon ahlidan qo'rqib yashaydi. Bu ularning Allohni va uning oyatlarini inkor qilganligi, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganligi va Alloh qo'ygan cheklamalardan chatnab ketganligi sababidandir. Ahli kitobning hammasi o'xshash emas. Ularning ichida Allohning amriga itoat qiladigan, Muhammad alayhisalomga iymon keltirgan, kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan, namozlarda Allohga munojat qilib turadigan dinga mahkam bir jamoa bor.